Bugun men to'g'riliq 4-5 yig'iz paranglashib baqamdiq. Men o'zim to'g'risida sizga hikoya so'zlab beray. Agar biror siz to'g'riliq g'aybatingizni qilgan bo'lsam, u kuliblam o'tkazib o'tishga arziydigan ish ekan. Chunki karvonga yo'lda 3-4 tal ishning bo'lishi normal ish. Mayli meni qancha aska bilan yoki yaxshi bilan, men uchun baribir. Men o'zim to'g'ri deb bilgan qilaverman. O'sha yaqinimga meni qo'llab bergan barliq akachining sanlarim ko'pdan ko'p rahmat. O'zim xotandan ismim Ablatjon, Urumchida o'ymilikchilik qilmamishada, uy ilib setib degandakchim. O'sha uy oldiga aloqalasanglar bo'ldi. Bu ilan emas. Aldolama hikoyamni anglab baqam. Hisobda bu Urumchiga chiqqali 2 yil bo'ldi. Bu 2 yil jarayonida uyga berib baqqan vaqtim faqat bir qitim. Dadam bilan onam bilan quchoqlashib ko'rishib baqqan vaqtim faqat 2 qitim. Qolgan vaqtda andisanda telefonla aloqalashibmiz. Nemishqa? Üzləmə bilməkmi? Mən bu Urumchiga chiqib, mən tatqan Japanın birini hargiz men bilan tang demaklik baldım birisini tatib baxmaqlıq. Men ishonitmə bununla. Endi boshqa balani urun demakchi emas, tutunning achchig'ini mo'ri yuzi biladi. 2 yil jarayonida ota-onam bilan ko'rishib baqqan vaqtim faqat 2 qitim. Uyga berib baqqan vaqtim yurtqa shu bir qitim berib baqdim. Oldingi yili 9-oyda. Men uchun muhabbat baribir, men uchun pul, mol dunyo baribir. Nima deb tirishim? O'zimning kelgusi uchun, ota-onamni yaxshi berish uchun, ota-onamningki yaxshi bir yaranliq farzand bo'lish uchun, hargiz bu yerda muhabbat uchun emas. Agar men tirishni tanlab qo'yib qolsam, yana mush tirish orqali yana pul, muhabbat, mol dunyo hamma topa olayman. Bunda bir gap bor, o'sha oqimni g'aybat qilayotgan ba'zi birlar. Yaxshi anglanglar, masalan, bir gapni gapiray. Men 70 qalbirda tas qilib bo'lgan, xamanda aptatda qaqinlib bo'lgan, yamanda qarlisimi 5-6 namat, yaxshilar tarafidan aqinlib bo'lgan. Pulovaga Urumchi, puli yo'qqa o'limchi degan mush shaharda yo'lnay desam tammi haqninki. Mayli meni boshqalar qanchalik putlashdan qat'iy nazar, yanlam terishdan voz kechmayman. Muhabbatni yo'qolsa meni qaytini topqila bo'ldi. Bu jahonda bir talam qiz ola emas. Necha ming qiz ola var, necha 10 ming, necha 100 ming qiz ola var bu yerda. Do'stni yo'qolsam topqila bo'ldi. Pul topsa meni qaytib keladi. Ammo lekin men g'urur, vijdonimni yo'qolsam, birinchidan ota-onamga, ikkinchidan urug' tuqqanlarga o'z kelmayman. Shunga vijdonimga xilab hech chiqib baqmadim. Mush to'rda haqin tillab chiqyapsa, anda qilyapsa, anda haramdan bo'lgan, andagay mandagay uning balasi, buning balasi deb setga tillayotganlar. Sen chiqa. Men qo'llayman qarshingda sen chiqa. Mishada adam qalbidan chiqqan ba'zi bir qism hayvonlarningki chekdan oshqanmish qilmishlik men chiqdim. Qanday qilsa? Yaxshi o'ylab baqam. Agarda sening singling mishada jiboda ichib, anda qilaman, manda qilaman, shipini ichpirma, ko'ksimni ichpirma, u yarimni bu yarimni ichpirma desa sen chiday olamsan? Men uning aksi emas, urug' tuqqani emas. Men faqat mushlarni qamchilash orqali yana bir qism o'g'avallarimizdan xanaklashib ketishning oldini olishni, anamniki yana bir qism qizvallarimizningki tapdan chiqib ketmasligini umid qilib, anamniki qamchilayapman. Men hargiz bu yerga chiqib birisining oqisidan g'aybat qilmadim. G'aybatxo'r damsanmi, talaydikan, ishitgan ukan, bukan damsanmi, vijdoningni, yurkangni bir silab baqib anamnikiga gap qilishman. Buningdan qat'iy bunday film tatmaslikni o'ylashib boldim. Buningdan boshqacha film tatib baqay. Yana qo'llamdikansizlar. Men mushada yana bir qizvalni yetaklab aytmoqchi. Nimaga? Mush yaqinda shu shirkatimizning boshliqlari bo'lsin yoki boshqa akachining singillarim bo'lsin, hammasi yaxshi qo'llatdi. Rahmat hammangizga. Mush yaqinda cho'ng bir filmni tutish qilmoqchi, mishaga rolga chiqish yapirdigan bir qizval lozim. Yana bir gap mush Urumchining o'ylashini o'ylashayotganlar meni izsanglar bo'ldi tamamen. Cho'ng olsanglar aka deb turib, hurmatingni qilib turib uy ko'stimi. Cho'ng olsanglar achi deb turib, hurmatingni qilib turib uy ko'stimi. Mushu boshqa yaqin yurtdan kelib, mashada uy asab qilib ufkam deb izdiganlar bakchi. Rahmat qo'llab berganlarga. Mush filmni ko'rib mishaga chiqargan, mush filmni deyansan, pingni qilib bergan hammangizga ko'pdan ko'p rahmat. Bo'sh ko'plab taqib qo'yinglar. Meni xato tushunganlar mush filmni bir ko'rib baqsin oldi bilan. Qo'shilmaganlar qo'shilinglar rahmat. 记得关注再走哦。